Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'omon yuribsizlarmi? Musofirda yurgan do'stlar, aka-ukalarim, opa-singillarim. Mana shunaqangi qalin qor yog'di. Bugun 9-yanvar 2026-yil. Kechasi 8 ga 9 ga o'tar kechasi mana shunaqangi juda ham qalin qor bo'ron bo'lib, yo'lni yopib tashlabdi. Qorni tozalab olishim kerak endi. Qorni kurab darvozagacha boraman. Demak, kuzatishda davom eting do'stlar. Yo'lak qarang. Shunday kavlab kelyapman. Yoqda turdim. Mana uni qarang. Yarim metr qorni. Mana shuni yo'lakcha qilib darvozagacha boraman hozir. Darvoza ham uzoq. 30 metr naryoqda. Qor dahshat bosib qo'yganda. Yo'lda mashina yo'lakcha qilsam, ko'chaga chiqadigan shiddat bilan. Hozir kovlashda davom etamiz mana. Kapatga. Mana shunaqa yarim metr enlilikda yo'lakcha qilmasam, buncha qorni men tozalab qo'l bilan ola olmayman. Kuzatingizlar do'stlar. Demak do'stlar, mana kovlab kelyapman qorni. Izimdan yana yog'ib to'ldirib kelyapti-ku. Mana ruletka bilan hozir mana 50 sm. Ko'ryapsizlar-a? Bu 60. Mana bu 50 mana. Qirg'og'imdan shu 60 ga yaqinlashib qoldi-da. Mana shu yerda agar qor bo'lsa, demak 55-54 sm ekanda. Yana yog'yapti. Tozalaganimda izidan yana yog'ib o'tib kelyapti. Ozroq qoldi, hozir tugatib olaman yo'lakchani kovlashda. Bizda ham bir marta qor yog'ib o'tdi, deyishyapti. Yana yog'sa yaxshi bo'ladi, chunki birdan kunlar qizib ketsa, bilasizlar, o'zimizda o'tgan yil men uyga borganimda O'zbekistonda yanvar oyida bizning uyda olma bilan bodomimiz gullab qolgan edi. 18-yanvarmidi. O'sha daraxtlarning erta uyg'onishi, undan keyin yana bir sovuq bo'lsa, daraxtlarda sovuq urib ketadi. Iloji boricha endi har bir faslning o'z ishini qilgan yaxshi-da faslda. Qishmi qishligini, misol uchun qishning o'rtasida bahor kelishi, kunlar qizib ketishi bu juda ham zarar keltiradi dehqonchilikka, daraxtlarga, ayniqsa shu mevali daraxtlarga juda qirg'in keltirib tashlaydi, gullari to'kib tashlaydi yoki mart oyida ko'rganmiz daraxtlar gullagan paytda qor yog'ib gullari to'kilib tushgan vaqtlarini ko'rganmiz-da. Bu yerda esa Rossiyada qor mana shu endi aprelgacha mana shunaqangi qor turadi. Aprelda erib, yomg'irlar yog'ib erib ketadi. Bu yerda shu noyabrda qor boshlangan bo'lsa, oktyabrda oxirida boshlangan edi. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. 5 oy mana shunaqangi qorni ichida yurishimiz kerak. O'sha aprelda qolmaydi, aprelda erib ketadi qorlar. Mana hozir darvozagacha yana 5 metr joy qoldi. Mana shunday kovlab kelyapman. Xullas kalom. Zaybal bo'lsang Rossiyaning qoridan, nega kelding O'zbekistonning issig'idan bu yurtlarga? Dahshat-ku bu qorlar. Hozir kovlashda davom etamiz. Yana yo'q etgani odamni xafa qilyapti. Kovlasam o'zimdan ko'mib kelyapti yana. Dahshat endi bu. 50 santimetrdan ham ko'pda bu qor. Qaranglar. Darvozagacha chiqib borishim kerak. Shunday yo'lakcha ochmasam, bu dahshat bu qor endi.
Qolgan mana shu yerda men yo'lakcha qiluvdim, yana qor tushganda. Shuni qorni kurab darvozagacha bir 20 metr qoldi, o'zi 30 metr uzoqlikda. Shuni to'lib borishim kerak. Mana shunaqangi yo'lakcha bo'lyapti. Odam yursa bo'ldi, endi buncha qorni qayerga yo'qotaman? Yo'qotib bo'lmaydi. Bahorda o'zi erib ketadi. Va nihoyat ko'chagacha chiqib keldik. Mana yana shamol bilan qor yog'yapti. Shunday qorni to'lib, mana darvozaga kirib keldik. Mana buni qarangizlar endi. Qorda. Shamol bilan yog'yapti. Yo'lni tozalamaydi lekin. Magazin ham uzoqroqda, 5 kilometrda. Kecha traktor kelib tozalagan edi. Bugun traktor obeddan keyin kelmasa, yo bugun kelmaydi ham. Mana bunaqangi bo'ron bo'yatib tozalagan bilan kecha tozalab ketuvdi, yana shuncha qor. Mayli. Do'stlar, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, assalomu alaykum qilamiz kommentariyada ham. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar. Omad barchalaringizga.